Hozirgi paytda dangasa odam bo'lmasa kerak. Asabiylashganda nimaga bo'yin va yelka mushaklari qotib qoladi? Mushakning defansi hisobiga odam qancha zo'riqqan sari mushaklarda spazm bo'ladi. Ko'z uchishi nimadan dalolat berishi mumkin? Hamma asabiylashishdan o'ylaydi, lekin har doim ham asabiylashishdan bo'lavermaydi. Buni sabablari ko'p. Magniy yetishmovchiligi, vitamin B guruhi yetishmovchiligi yoki biron bir kasallikni bitta belgilaridan, simptomlardan bittasi bo'lishi mumkin. Surunkali charchoq dangasallikmi yoki kasallik? Surunkali charchoq oldin tekshirish kerak-da, integrativniy hujayra darajasida. Masalan, surunkali bo'qoqda muammo bo'lsa, gipotireozda ham постоянно charchashga olib keladi. Oddiy anemiya ham charchashga olib keladi. Oqsil yetishmovchiligi ham charchashga olib keladi. Dangasalik emas demak. Yo'q, oldin dangasalikdan menimcha hozirgi paytda dangasa odam bo'lmasa kerak. Har kuni asabiylashadigan odamning miyasida nima sodir bo'ladi? Har kuni asabiylashadigan odam birinchi o'rinda har kungi ishlarini esdan chiqarishni boshlaydi. Planini esdan chiqarishni boshlaydi.